Köp qismliq ovozliq asar. Böri közlük er. Abduri Tursungul Obul Yarqut. 19-qism. Farhodning cho'g'da qiziq lavlari Nurziyaning lavlariga tegdi. Shu hamalla Nurziyaning badaniga illiq bir iqim tarag'andek bo'lib, butun badani qizib ketayotdi. Nurziya Farhodni ittirmoqchi bo'ldi-yu, Farhodning qizg'in suyishlariga al bo'lib, Farhodga teximi ching chaplashdi. Ular shu topda butun jahonni unutgan edi. Sirtda texiqcha sharqirab yomg'ir yig'ayotdi. Tuyuqsiz qattiq chaqmoq chiqishi bilan Nurziya cho'chib ketdi. Farhod, biz nima ish qilib qo'ydik? Sen menga nima qilding, Farhod? Bo'ldi, yig'lama Nurziya. Ikkilamiz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Shundoq bo'g'ishqa o'zimizni tutolmay qopdik. Lekin xotirjam bo'ling. Qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, men sizdan ayrilmayman. Cho'qim siz bilan to'y qilaman. Sizning turmushingizga qadam bosganman, qo'g'lisingizmi chiqib ketmayman. Biroq demang, ikkimiz mangu birga o'tamiz. Sizni mangu suyman. Bu umrimda sizdan boshqa qiz bilan to'y qilishim mumkin emas. Farhod uningga sen bilan mangu birga o'taman deb va'da bergan bo'lsa-mu, Nurziya o'zini xuddi cho'ng xatolik o'tkazib qo'ygandek his qilib, qalbi tasvirligisiz azobga to'ldi. Nurziyaning ko'zlaridan taramlab yosh quyiladi. Farhod Nurziyaning ko'z yoshlarini surtib, uni bag'riga bosdi. Orqadan peshonasiga suyib turib, "Sendan mangu ayrilmayman" deb nurg'un shirin va'dalarni berdi. Yerim kecha bo'lay deganda yomg'irmi xeli pastlab qolgan edi. Ular uylariga qaytib ketmoqchi bo'lishdi. Farhod Nurziyani yutib olgan edi. "Bo'ldi, Farhod, meni tushirib qo'y. O'zim mengaman." Bundan keyin biz salishaylik, bo'lamdi. Salisa texmi yaqinlikning ifodasiga. Bundan keyin seni har vaqt shundoq yutib olman, oshiqim. Seni beshimga ilib ko'tiraman, qadrini qilaman. Bugun sen hayotingni menga topshirding. Jinim tirimdil bo'ldi ekan, ko'zingdan bir tomchi yosh oqizmayman. Farhodning so'zlaridan Nurziyaning qalbi cheksiz illiqlikqa to'lib, boyiqi azoblarni unutib ketgandek bo'ldi. Farhod Nurziyaning "Meni tushirib qo'y" deganlariga qaramay, Nurziyani uyning oldigacha yutib akeldi. Undaqda kirib bozorga aramag'in. Ata yana kelaman hayotim. Yo'q, Farhod, endi uyimning oldiga kelma. Apam dadamlarning ikkimizning munosabatini bilib qolishni xohlamayman. Ular sening bo'ladi. Biz hamon to'y qildigan tursak, mening mushtabda muhabbatimizni butun jahondagilarga chakardig'im kelyotdi. Albatta, ularmi hamon xabardor bo'ladi. Biroq hozir vaqt emas. Bo'ldi, senmi qaytib ketgin. Bo'ldi, sen avval kirib ket. Sen salomat kirib ketganingni ko'rib, ondan men qaytaman. Qara seni, musha yergacha akilib qo'yibmi? Yana xotirjam bo'lmayotamisan? Amisa, men kirib ketdim. Keyin ko'rishaylik. Nurziya Farhod bilan xo'shlashib, asta qadamlar bilan uy ichiga qarab mangdi. Butun chiroqlar o'chirilgan bo'lib, Nurziya ularni uxlab bo'ldi deb o'ylagan edi. "Qaytib keldingmi, qizim?" "Appa." Nurziya cho'chib qaradi. Tuyuqsiz hovlining chirqi yaqildi. Nurziya shu daqiqada ko'rdiki, uydagi hech kim texi uxlamagan. Hammaylar uyqu bosgan ko'zlari bilan darvoza tarafga qarab o'tirgan edi. "Texi uxlamabsizlar-ku?" Sen qaytib kelmasang biz qanday uxlaymiz acha? Qarg'ana, soat necha bo'lib ketdi? Dadam bilan opam sendan ansirab o'tirmayli qoldi. Tug'ilgan kun o'tirishiga borman deb qo'yib, nalarda o'ynab yurding. Bizni mushundoq ansirasang bo'lamdi. Azaldilla ortiq gap qilmaydigan Nurdun so'zlab ketdi. Nurbiya darhol Nurdunning peshidan tortib, uni o'ltirg'izib qo'ydi. "Kechiringlar, menmi burun qaytay degan. O'tirishdan bakli keyin tarqadik.
Әмділ өйі қайтайлы давасақ, ямғыр yığıb ketdi. Şoňa keş qaldım. Rastly keçiriňlar. Sizläni änsirtip goýupdyman. Nurziyaning burni etişip, ixtiyorsiz ko'zlaridan yoshlar qo'yilishga boshladi. Nurziya uydagilarni änsirtip qo'yganidan rastly baxijil bo'lgan edi. Yeni bir tarafdan Nurziya ularning shuncha kesh bo'lib ketsimi uxlamay, o'zini saqlab o'ltirganidan cheksiz oila mehrini his qilyotdi. Nozigul Nurziyaning yig'layotganligini ko'rib, uni bag'riga bosdi. "Bo'ldi, yig'lama qizim. Eningdan ranjima. Umi sendan bek ansirab ketgan bo'g'ashqa o'zini tutib olmay sizlab qo'ydi. Buningdan keyin bizni ansirtadigan ishlarni qilma. Qara, kiyimlaring ho'l bo'lib ketibdi. Hujrangga kirib kiyimlaringni almashtirib baldiroq aramag'in. Nurbiya, senmi ochang bilan kirib ketgan qizim?" Nurziya bilan Nurbiya hujrlarga qaytishdi. Yalqon bilan Nozigulmu uxlash uchun mangdi. Faqat Nurdulla texi ochiqi besilmagandek qapoqlarini turib o'ltiratdi. Kirib ketish uchun mangan Nozigul keyniga yenib kelib Nurdunni yenib quchoqladi. "O'g'lim, rastli cho'ng bo'pti. Adillarini qo'g'dashni, ulardan ansirashni biladi ekan. Bo'ldi, balam. Ha, endi xafa bo'lma. Men Nurziya ochangga nasihat qilib qo'yaman. U buningdan keyin cho'qim dal vaqtida uyga qaytib keladi. Ma'qulmi? Yura, senmi kirib aramal-a?" Nurdun opasining gaplarini anglab sal pastgo'yga tushib, hujrasiga kirib ketdi. Nozigulmu o'g'lining kaynidan faxrlanish tuyg'usida qarab birdam turgandan keyin hujrasiga kirib ketdi. Nurziya kechich uxlayolmadi. Yelidan yilga Farhodning shirin va'dalarini o'ylab faqatla uyqusi kelmayotdi. Bir tarafdan boshlari og'rib turadi. Atsi Nurziya og'rib yetib qoldi. "Ne bo'lding, acha? Nerang og'rivyotdi?" "Beshim og'rivyotdi. Beshim og'rivyotdi. Jenim chiqib ketadigandaykla. Zukamdab qolgandek turaman. Tünügün kiyimlaring ho'l bo'lib ketdikansan. Şoň zukamdab qolgan o'xshaysan. Voy, qizib ketibsan-ku. Seni doktorxonaga olib borsak bo'lamdi nima?" "Hech qisi yo'q. Birdam yetib olsam yaxshi bo'lib ketaman. Uyda dori bormikin? Qarab boqina." "Ha, ma'qul." Nurbiya chiqib ketib, birdamdan keyin bir necha xil dori bilan bir istakan qaynoq suvni ko'tarib kirdi. "O'rnidan turib dori ichib ol, acha." Nurziya o'rnidan turib dori ichib yotdi. "Nurbiya, dadam opamlar uyda yo'qmi? Dadam bilan opam atigandal etizga ketgan. Nurdumu ularga yordamlashaman deb chiqib ketdi. Amiz ikkimizmi berib ularga yordamlashayli. O'ylab baqsam, bu uyga kelgandan beri ularga hech chiqib beramabdiman. Sen og'riq tursang, bo'ldi, ortiq ishlarni o'ylamay yaxshi aramag'in. Men oshxonaga chiqib, ularning eg'iziga tetig'idek tamoq qilay. Ha qachon atiganda ular choy bilan nondili nashta qildi deyman." "Ma'qulamsa, yordamlashgidek ish bo'lsa meni chaqirg'in, ha?" Nurbiya tamoq qilish uchun chiqib ketdi. Nurziyaning kallasida nurg'on xiyollar bor edi. Ta'til vaqtimi to'shib, yakshanba kuni tushdan keyin Nurziya maktabga qaytmoqchi bo'ldi. "Yana 2 haftadan keyin ko'rishayli. Men maktabga mangay." "Vaqt texi baldurg'u, mushundoq baldirmangamsan? Bizga 1 soat bo'lsa-mu ortiqroq amra bo'lsang bo'lmamdi." "Baldiroq qaytib narsa keraklarimni joylashtirib olay deyman. Atiganda dars boshlaydi ekan. Bir ta'til yotoq tozlanmay, chang tuzang besib ketgandi. Shunga meni to'g'ri tushengin malikam. Bulamdi. Kelar hafta dam olish kunimda sizlarga ko'proq hamra bo'lay." "Ma'qulamsa?" Nurbiya tumshug'ini ushladi. "Necha oylik ta'tildimi bir-biringlarga qiynashib bo'lamidinglarmi?" Nozigul ikki qiziga qarab kulib ketdi. "Albatta, oppa. Nurziya ochamga faqatla qonmayman. Bir-biringlarga bo'lgan mehringlar meni bakli ta'sirlantirdi, qo'zilarim. Kelinglar, sizlarni bir quchoqlab olay." Nozigul ikki qizini bag'riga bosdi. Nurdun uydan chiqibla, "Men jo" deganda qarab turdi.
Ha, senmi kela bolam? Senimi quchoqlab qo'yay, ha? Nurdun xuddi opasining mushu gapini saqlab turgandekla yugurib kelib o'zini ularga otdi. Birdamgacha bog'dagi qo'ylarga halab berib chiqqan yolqin darhol qo'lini yuvib kelib ayoli bilan bolalarni quchoqladi. Nozigul o'zini shunchalik baxtli his qilyotdi. Nurziya ular bilan xo'shlashib maktabga mangdi. Nurziya Akbar muallimning uyi oldidan o'tganda mo'mayni esiga elib, ta'til mazgilida mo'mayni doim yo'qlab turmaganligini his qilib qoldi. Nurziya ko'nglida Akbar muallim mo'mam uyda yolg'iz degan edi. Necha vaqtdan Farhod bilan ko'rishiman deb yurib, mo'mamni unutib qolibdiman deysa. Maktabga mengishdan burun uni yo'qlab o'tay deganlarni o'ylab hovliga kirdi. Ammo hovlida hech kim ko'rinmaydi. Nurziya mo'mayni chaqirib baqdi. Hech qanday sado yo'q. Nurziya ko'nglida darvoza ochiq turadi. Bo'lmasa mo'mam nimishqa yo'q bo'ladi? Baqtirib chiqib baqaychu deganlarni o'ylab mo'mayning sayko'ktat gullar bilan liq to'lgan beg'iga qarab mangdi. Bog'da har xil gullar po'raklab echilib ketgan bo'lib, gullarning xushpuroqlari odamni masxush qiladi. Nurziya bog'ni qizivatgan bo'lsa-mu, mo'mayni topolmadi. Nurziya hovlidagi yog'och karvatga kelib o'ltirib, mo'mayni birdan saqlab baqdi. Lekin mo'mayni ko'rolmadi. Oxir bo'lmay Nurziya mo'mayni kelar hafta yo'qlab kelishni o'ylab, hovlidan chiqib ketdi. 20-qism. Nurziya hovlidagi yog'och karvatga kelib o'ltirib, mo'mayni birdan saqlab baqdi. Lekin mo'mayni ko'rolmadi. Oxir bo'lmay Nurziya mo'mayni kelar hafta yo'qlab kelishni o'ylab, hovlidan chiqib ketdi. Aslida mo'may kunda yolg'iz o'ltirib zerikib ketgachga, yaqin qo'shnisi Saydugulning uyiga chiqib ketgan edi. Saydugulning bodriqina umoq navrisi bor bo'lib, umoq qiliqlarni chiqarib ko'rganlik kishini o'ziga amroq qilib oladi. Mo'may Saydugulning navrisi bilan birdam o'ynashgandan keyin Saydugul bilan paranglashib o'ltirib qolgan edi. Xanni sahada Akbarjon qachon to'y qiladi? Mening o'g'lim Akbarjon bilan tang edi. Mani o'g'lim to'y qilib, men navri ko'rib bo'ldim. Qarsam sizmi kunda yolg'iz bakli zerikib ketadigansiz. Akbarjonni baldiroq o'ylab qo'ysangiz, navri keliningiz sizga hamroh bo'lar edi. Hech bo'lmasa, avringiz bo'lsa, zerikib qolmagan bo'ladingiz. Hay, Saydugul, o'g'lingiz bilan navram rastilla tang tishlardan edi. Biroq Akbarjon bolam o'qiyman, xizmatchi bo'laman deb yurib, mushu vaqtgacha tanha o'tib. Yana kelib hozir praktika o'qituvchi bo'lib ishlayotdi emasmi? O'qishi texi bitgani yo'q. Muhimi mushu kamguchimi, mo'ma mening qiz do'stim deb bir qizni oldimga akab baqmadi. Men bu ko'zimning ochiqida ashu bir talla navramning baxtini ko'rib olsam deb orzulayman. Xannisa mo'may shularni degach, ko'zlariga yosh oldi. Bo'ldi Xannisa hada, ko'nglingizni yerim qilmang. O'zingizmi dedingiz-ku, Akbarjonning o'qishi texi bitmabdi. Bir yildan keyin u to'y ishini o'ylashib qala. O'zingga qamay, oldingizga chiroyli qizdan birini boshlab kelamdi texi. Mo'may tartib qo'ydi. Deganingiz kelsin singlim. Amdi men uyga chiqay. Vaqtingiz yetsa, bizning uylargami chiqasiz. Go'ng'ir-mo'ng'ir paranglashib o'ltiramiz. Mo'may Saydugul bilan xo'shlashib uyga yenib kirdi. Yolg'izlik va g'ayriblik uning butun vujudini chulg'ab olgan edi. Oradan haftadak vaqt o'tib, Akbar muallim mo'misini yo'qlab keldi. Akbarjon bola, Nurziya qizimni xafa qilib qo'ygan o'xshamamsan. Xeli kunlar bo'ldi. U meni bir qatim yo'qlab kelmadi. Qarag'anda mo'may Nurziya bilan Akbarni orlishyotidi deb o'ylab qolgandek qiladi. Mo'ma, bo'ldi. Buningdagi Nurziya to'g'riliq paranglashmaydi. Uning ismini aniqim yo'q. Nimish qa'amdi? Nimish bo'ldi? Voy mo'ma,
Haqningmi o'zining turmushi bor-da. Hadisli meni yuqlab kelmadi deb, haqdan arızdan qandaq bo'ladi. Yen kelib, u ya bizning urug' tuqqanimiz emas. Uning bilan hech qanday munosabatimiz yo'q. Shundaq bo'lgandan endi Nurziya degan ismni tilga olma. Man qara bolam, uning bilan urushib qolgan bo'lsang, paranglashib chiroyli hal qilsang bo'ladi. Ammo kichikina ish uchun uningdan bundaqla voz ketsang, hargiz bo'lmaydi. Akbarning chiroylari tatrib ketdi. Mama, men uning bilan urushib qolmadim. Ham aslida uning bilan hech qanday munosabatim yo'qdi. Endi o to'g'riliq paranglashmaydi, bo'lamdi. Bo'ldi, men qaytib ketay. Seni yana yo'qlab kelaman. Akbar uydan chiqib ketdi. Shu topda uning yuragi og'rib ketayotdi. Akbar Nurziyani tunji qatim ko'rgandala yaxshi ko'rib qolgan edi. Amdala Nurziyaga ko'ngil izhor qilay deganda, Nurziya un-tunsizla maktabdan g'oyib bo'ldi. Akbar Nurziyani topamagandan keyin uni boshqalardan ko'p surishtirdi. Ammo qanoatlanarli javobga erisholmadi. U doim Nurziyani aslab xiyolga cho'katdi. Kechlari tushlarida Nurziyani ko'rganicha tushidan uyg'onmaslikni umid qilib ketadi. U rostla Nurziyani bakli yaxshi ko'radi. Nurziyani seg'inib yurgan ashu kunlarda Nurziya tuyuqsizla uning oldida paydo bo'ldi. Akbar xushalliqda nima qilarini bilolmay qolgan edi. Nurziyani pat-patli ko'rib turish uchun uningga momisni yo'qlab turishni havola qildi. Nurziya momisiga tamoq etib berganda, u kelib Nurziyaning o'z qo'li bilan atgan tamoqqa ig'iz tegdi. Hamda o'zini shunchalik baxtli his qildi. Najrat Nurziyaga ko'nglidagi gaplarni deyishni, Nurziyaga talab qo'yishni o'ylagan bo'lsa-mu, Nurziya o'zidan necha yosh kichik bo'lganlik uchun Nurziya hech bo'lmasa to'liq o'tir maktabni bitirib bo'lguncha uningga ig'iz ochmay turishni o'ylagan edi. Nurziya to'liq o'tir maktabni bitirib bo'lsa-la, katta tayyorlik qilib uningga talab qo'yaman deb o'ylab yuradi. Shundaq kunlarning birida Akbar Nurziya bilan boshqa bir yigitning quchoqlashib turganligini ko'rib qoldi. O'zi kech-kunduz seg'inadigan, yuragining cho'nqur qatlamlaridan o'rin olgan qizning boshqa birisi bilan quchoqlashib turgan holatini ko'rish Akbarga rostla bak ig'ir keldi. Heliq kuni Farhod Nurziyani quchoqlab olganda, ularga tikilib qarab turgan bir jup ko'zning egisi dal Akbar edi. Shu kundan boshlab Akbarning go'zal xiyollari ko'pikka aylandi. O'zi sevgan qizga texi ko'ngil izhor qilishga ulgurmay turib, uningdan ayrilib qolganligini o'ylasa qattiq azoblanadi. Nurziyaga nima uchun baldiroq ko'ngil izhor qilmagandiman deganlarni o'ylab, o'zini ayblaydi. Akbar Farhodni surishtirib baxti. Farhodning maktabda nurg'un qizlarning obyekti ekanligini, qizlarning uning kelishgan qaddi-qomatiga asir bo'lib, oshiqi beqaro bo'lib yurishdiganligini bildi. Nurziyamo uning kelishgan qaddi-qomatini yaxshi ko'rib qoptikanda deb o'yladi u. Men uncha kelishganmi emas, ham gap qilishni bak bilib ketmayman. Biroq Nurziyani rostla bak yaxshi ko'ratdim. Qanday qilish kerak? Nurziyaga baxt tilash kerakmi? Yoki uni sevgan yigitidan ayirib etib o'zining qilishi kerakmi? Ikkidan birini tanlash to'g'ri kelsa, Akbar cho'qimla Nurziyaga baxt tilashni tanlaydi. U hargizmi Nurziyani azoblab turib, uningga erishishni xohlamaydi. Muhabbat degan erkin bo'ladi deb o'ylaydi. Shunda qilib Akbar yuragi og'rib tursa-mu, Nurziyani unutishga tirishayotgan edi. Momisining u to'g'riliq degan so'zlari Akbarning amdala besilgan azobli his tuyg'ularini qaytadan qo'zg'atayotgan edi. Momay Akbar bilan Nurziyani aralashayotdi deb o'ylagan bo'g'ashqa, navrisining azobini tushunmay, uningdan Nurziya to'g'riliq so'ragan edi. Texi Akbarga uning bilan urushib qolgan bo'lsa, chiroyli paranglashib hal qilishni aytdi. Paranglashish bilan nimani o'zgartgan bo'ladi? Nurziyaning heliqi bo'ri ko'zlik yigitini yaxshi ko'rishini o'zgartgan bo'ladi. Yoki ko'nglini izhor qilish orqali Nurziyani ta'sirlantirib, uni yigitidan ayirib, o'z hayotiga akralamdi. Paranglashish bilan zodi nimani o'zgartgan bo'ladi? Akbar maktabga qaytib kelgandan keyinmi xiyolidan Nurziyani chiqarmadi.
Har qatim Nurziyaning boshqa bir yigitning qo'ynida turgan shu ko'rinishi ko'z oldiga kelsa, Akbar azobdan to'lg'inib ketadi. Nurziya maktabga kelibla Farhod bilan ko'rishdi. Seni behil yig'indim aşkım. Uyuning oldiga necha boray dedim-yo, sening degan gaplaring yodimga yetib, seni qancha yig'insammo, maktab keladigan kuni taqat bilan saqildim. Bundaq gaplarni qilmag'ana, boshqalar qaravotdi. Ular bilan imkori. Men faqat sana qalbimdagi gaplarni dedim xolos. Bu qatimliq ta'tildan yig'ilgandan keyin Nurziya bilan Farhodning texmi yaqinlashib ketganligini ko'rgan Nigora chedamayli qoldi. Nurziyani bo'g'ib qo'yg'isi keladi. O'zining qilgan tirishchanliklarining Nurziya sababli yo'q chiqqanligini, o'zi erishmoqchi bo'lgan yigitga Nurziyaning hech kuchimayli erishib olganligini o'ylasala, g'azabdan titrab ketadi. Hay rasvo, buzuq. Shuna qilib Farhodni qo'lga tushirib oldingmi? Sana deb qo'yay. Farhod degan mening. Sen onunğa vaqtliq erishkining bilan Farhod hamon men bilan to'y qiladi. Men qandaqlik qilsam qilib, seni onundan ayirib etaman. Onunğa gap qilishga jur'at qila olmag'idek holga tushirib qo'yaman. Aslida men bilan etishmasang to'g'ri bo'ladi. Farhoddan yiroq yurmagining uchun cho'qim pushaymon qilasan. Nigora, bo'ldi qilsang bo'lmamdi. Farhod meni yaxshi ko'radi. Muhabbat degan erkin bo'ladi. Bilmem sen. Belkim senmi izzat hurmatingni saqlab yurgan bo'lsang, qachonli qarsa Farhodning kayniga kirib olib, qizlik g'ururingni dafsanda qilmagan bo'lsang, uning muhabbatiga erishdig'ini men emas, sen bo'lishing mumkin edi. Afsus, sen unda qilmading. Yaxshi ko'rdim debla, hech narsaga qaramay qaroqlarcha uningga yepishding. Oqibat Farhod seni emas, meni yaxshi ko'rib qoldi. Buni mendan ko'rsang bo'lmaydi. O'zing ustida yaxshiroq o'ylashib baqqan. Deganlarimning hammasi amaliyat. Menga tanbeh beryapsan. Farhodni azdirib, uning kichikina muhabbatiga erishib olib ko'ranglayapsan. Xap, mushtabda deganlaring uchun qanzar yig'laysan. Men seni hargiz boshqa yutmayman. Qo'lingdan kelganini qil. Nigora shuncha chalvaqab so'zlayotgan bo'lsa-mu, Nurziya parvoyiga elib qo'ymagan edi. Aksincha Nigora qancha chechilgan siri Nurziya shuncha tamkin mag'rur turadi. Chunki Nurziya Farhod ikkisining pok muhabbatiga shaksiz ishonadi. 21-qism. Nigora shuncha chalvaqab so'zlayotgan bo'lsa-mu, Nurziya parvoyiga ep qo'ymagan edi. Aksincha Nigora qancha chechilgan siri Nurziya shuncha tamkin mag'rur turadi. Chunki Nurziya Farhod ikkisining pok muhabbatiga shaksiz ishonadi. Nigora oldiga necha qadam ep kipla Nurziyaning chechidan qamalladi. Nurziya voyjon deginicha ochiq varqiradi. Nigora, qo'lingni tot. Nurziyani bo'zaq qilishga qandoq petending, ha? Farhod, sen mushu qanjoq sabablik menga ko'z qiringni musab qo'ymaysan. Sana bo'lgan muhabbatimga parvo qilmaysan. Men uningga ish. Kimni qanjoq tavatsan? Og'zingga biqib gap qil. Nurziya bo'lmagan holatdami, men seni qabul qilmagan bo'lardim. Men sening siranglarcha muhabbating kerak emas. Uqtongmi? Eng yaxshisi Nurziya ikkimizda yiroq tur. Farhod Nigoraga nafratlik ko'zlari bilan qaradi. Hamda Nigoraning qo'lini Nurziyaning chechidan ajratdi. Nurziyaning ko'zlaridan taramlab yoshlar qo'yilayotdi. Shu arliqda sinfga muallim kirib qolib, atrofga olishib o'yin ko'rayotganlarmi darhol o'rinlariga berib o'ltirishdi. Ashu kundik ishdan keyin Nigora Nurziyadan o'ch elishni ko'ngliga pukdi. Nigora o'zi so'ygan yigitni tortib olgan qizdan nafratlanmay turolmaydi. Oradan xeyli kunlar o'tib ketdi. Nigora ularni avar qilmadi. Farhod bilan Nurziya billa o'g'inish qilib charchiganda muhabbatlik paranglarni qilishib kunlarini
shunda xo'shal o'tkazyotdi. Shundaq kunlarning birida sinfdagi bir qiz o'zining qimmat baholi qashtashi bilayzukining yutib ketganligini aytib, muallimning yeniga yig'lab chiqdi. Aygul muallim sinfga kirib, saboqdoshlarni tinchlantirgandan keyin gap boshladi. Saboqdoshlar, Nadiraning qimmat baholi qashtashi bilayzuki yutib ketibdi. Sinf ichida yutgan narsa cho'qim sinfdan chiqadi. Agarda Nadiraning qashtashi bilayzuki birasinglarga chiroyli ko'rinib qolgan bo'lsa, vaqtida qaytirib beringlar. Navoda sinfdagi bolalarning oldida qaytirib bersam yuzim to'kilib ketamu deb ansirsanglar, meni ayrim izlab topshirib bersanglarmi bo'ladi. Maxfiyatlik saqlanadi. Boshqalarning narsasini elib olish yaxshi emas. Yaxshi o'ylanib, qaytirib berishni o'ylashgan bo'lsanglar, men ishxonada saqlayman. Aygul muallim chiqib ketdi. Muallimning chiqib ketishi bilan tang sinfda munozara boshlandi. Ularning hammasi bu ishni zodi kimning qilganligini bilishga qiziqib, yuragi qapdak bor bu o'g'ri zodi kimdi deganni munozara qilishyotdi. Tuyuqsiz Nigora o'rnidan turib, o'lik ovozda gap qildi. Men Nadiraning qashtashi bilayzukini kimning og'anligini bilaman. Qizg'in munozara qilishayotgan saboqdoshlarning hammasi diqqatini Nigoraga qaratdi. Sinf ichi qaynayotgan qozonga suv quygandeklar timtas bo'lib ketdi. Nadiraning qashtashi bilayzukini Nurziya og'an. Hammaylar hayronlik bilan og'zini ochib qoldi. Endi Nurziyaga qarab bir narsalarni deyishib pichirlashqila turdi. Nigora yolg'on so'zlayotdi. Uning gapiga ishonmanglar. Nigora aslida Farhod sabablik menga o'ch emasmi? Shunga Nigora menga qarchaplayotdi. Nurziya o'zini tuta olmay yig'layotdi. Ko'z yosh qilsamlar, hammanglar menga ishonadi deb qolma. Men sening qashtashi bilayzukni somkanga tiqayotganingni o'z ko'zim bilan ko'rgan. Yeni kelib burunmu o'g'irlik qilib ota-onang seni tashlab o'tgashga musha yeziga kelib turibdi-kansan-ku. Ajaba opangning oltin zanjirini o'g'irlagan ishingdan teni olmaydigansan? Nigora, sen nima demoqchisan? Sendek o'g'irlarni bizning sinf, bizning maktab qarshi olmaydi. Meni unda haqoratlaydigan qanday isboting bor? Ayni vaqtda opamning oltin zanjirini o'g'irlagan men emas. Menga bunda qarchaplama. Sen o'g'irlamagan bo'lsang, ota-onang seni uydan qo'g'lab chiqarmagan. Senmi bizning maktabga kelib o'qimagan bo'larding. Voy, yuzi qalin o'g'ri. Nigora, og'zingni yum, endi so'zlama. Yeni so'zlasam qanday qila olayding? Nima? Atti bashrangni texima oshkorlab etishimdan qo'rqyapsan? Meni hech nima qilolmaydi deb qolgan o'xshamamsan. Bilib qol, men senga bo'zak bo'ladigan Nurziya emas. Menimi ota-onam oshdan berib boqqan. Bekordan bekor qila. Odamni uni buni deb haqoratlasang qarab turib bermayman. Men sendek past o'g'irlardan qilch qo'rqib qolmayman. Meni nima qila olayding? Men-chi o'rganishdan yetammisanmi? Senga o'xshash o'g'irlik qilib yurmayman. O'z opangning billa o'qiydigan saboqdishingning narsasini o'g'irlashdan nomus qilsang bo'lmamdi. Bo'ldi, bas Nigora. Bayotdan biri tishini tishlab chidab turgan Farhod shundaq deb varqirganicha partiga qattiq mushladi. Endi zuvoningni o'chir. Yana Nurziya to'g'riliq bir eg'iz gap qildigan bo'lsang, mendan yaxshilik ko'rmaysan. Farhodning tunji qatam mushunda g'azablanganini ko'rgan Nigora bir eg'izmi gap qilolmay boshqa yoqqa qarab turib oldi. Nurziya bo'lsa bu tuhmatga bardoshlik berolmay yig'layotdi. Nadira Farhodning g'azabli chiroyiga bir qarab o'tgandan keyin gap qildi. Nigora yolg'on so'zlayotganmi yoki Nurziyami? Nurziyaning somkasini aqtirib baqsamlar, hammasi oshkora bo'ladi. Nadira shundaq deb tezlik bilan kelib Nurziyaning somkasiga qo'l uzatdi. Bo'ldi. Hammang bo'ldi qilish. Farhod, Nurziyaning bundaq ish qilmaydiganligiga ishonsang somkasini aqtirg'ili qo'y. Shundaq bo'lganda hamma ishlar oydin bo'ladi. Nurziya rostilla mening qashtashi bilayzukimni elib olmagan bo'lsa, hammalarning oldida pakligi isbotlandi emasmi? Nadira,
Somkamni xalagancha aqtirsang bo'ladi. Baribir qo'lsiqimning og'riqi bo'lmagandan keyin qo'rqib qolmayman. Undaq bo'lsa yaxshi-ku. Nurziyaning o'ziga bo'lgan ishonchisidan qaraganda Nigora yolg'on so'zlayotgan o'xshaydi. Qarab turinglar saboqdoshlar. Hozir men sizlarga haqiqiy ahvolning zodi qanday ekanligini ko'rsatib qo'yaman. Nadira shundaq deb Nurziyaning somkasini aqtirishga boshladi. Birdan bu yanni aqtirgandan keyin Nadira Nurziyaning somkasidan parqirab turgan qashtashi bilayzukni oldi. Nurziya, bu nemish? Sen men qilmadim deyotgan eding-ku. Qaraganda yolg'on so'zlagan Nigora emas, senkansan-da. Men tehi dastlabda Nigorani qasdan sen bilan chiqishib shundaq deyotgan o'xshaydi deb tikanman. Sening o'g'irlik qiladigan odating baliqqa rastgan. Mana, hammasi isbotlandi. Yo'q, men qilmadim. Menga ishoninglar. Nadira menga ishongan bo'lamdi. Amaliy paket oldida meni o'zingga qandoq ishonsin deysan? Sen qilmagan bo'lsang, mening qashtashi bilayzukim sening somkangda nemish qiladi? Men bilmayman. Buning somkamga qandoq kirib qolganligini men rostini bilmayman. O'tinib qolay, menga ishoninglar. O'tinib qolay, menga ishoninglar. Bo'ldi, bundaq yasalmalik qilma. Hammamiz Nadiraning qashtashi bilayzukini sening somkangdan olganligini ko'rib turdik-ku. Shu emasmi? Nurziyani xeyli axloqli yaxshi qiz deb o'ylasam, darsda ancha-muncha yaxshi bo'lgan bilan nachar qiliqi borkan-ku buni. Voy, shundaymi? Hammamiz dastlabda Nigorani yolg'on so'zlayotgandikin deb o'ylab qoptiq emasmi? Bo'ldi. Men bu ishni cho'qim aniqlab chiqaman. Nurziyaga qarchapilgan odamni tepib olgan bo'lsam, hargiz bosh qo'yatmayman. Farhod ochiq bilan varqiradi. Saboqdoshlarning deyishayotgan gaplari yuragiga nashtardek sanchilgan Nurziya yugurgan peti sinfdan chiqib ketdi. Farhod uning kaynidan yugurib sinfdan chiqib ketdi. Nurziya! Bo'ldi, kaynimda yugurma Farhod. Menda qizning yaxshi ko'rishingga arzimayman. Shuncha odamning oldida rasvo bo'ldim. Hech kim menga ishonmaydi ekan. Hammasi meni o'g'ri deb o'ylab qoldi. Mening hech kimni ko'rgim yo'q. Farhod Nurziyani bag'riga bosdi. Nurziya bo'qildab yig'lab ketayotdi. Men senga ishonaman oshiqim. Butun dunyo sendan gumonlangan taqdirdami, men senga ishonaman. Bu cho'qim birasining qasdan qilgan ishi. Meningcha bundoq past ishni Nigoradan boshqasi qilmaydi. Men qara, ko'zimning ichiga qara, Nurziya. Men senga va'da beray. Men bu ishni cho'qim aniqlab chiqaman. Sen tuhmat qilgan odamni men hargiz bosh qo'yatmayman. Nurziya tilximi qattiq o'ksib yig'lab ketdi. Farhod Nurziyaga tasalli berib, ming tasda uning yig'isini to'xtatdi. Nurziya yig'idan to'xtab tinchlangandan keyin ular sinfga qaytib kirdi. Saboqdoshlarning hammasi Nurziyaga boshqacha ko'zda qarayotdi. Farhod o'rnidan chachrab turib sinfdan chiqib ketdi. Nurziya o'ziga g'alati nazarda qarayotgan jup-jup ko'zlardan qattiq bezorlik his qilib beshini ustalga qo'ydi. Hamda amdili to'xtatgan yig'isi qaytadan qo'zg'olib, un-tunsiz yosh to'kishga boshladi. Nigora xuddi "Men g'alaba qildim" degandek bo'ynini so'zib, pat-patla Nurziyaga qarab qo'yatdi. Qadrlik asar anglag'uchi aziz do'stlar, Farhod Nurziyaning o'g'irlik qilmaganligini isbotlab chiqa olamdigandi. Mushu ish sababli ularning munosabatiga dazga yetarmi? Navoda asarning tafsilotiga qiziqsangiz, diqqatingiz asrimizning atadik qismida bo'lsin.